Ajrim juda ham ko'payib ketyapti hozirgi kunda. O'sha ajrimning sababini o'rgansangiz, ajrimga arziydigan sababi o'zi yo'q. To'g'ri kam qilibdi, shashlik bermabdi, tabaka qilmabdi, 60 ga kirgan ammasiga ko'ylak qilmabdi, shuqurib qolibdi. Ajrim bo'lyapti, shunaqa mayda-chuyda narsalar sabab. Arziydigan sababsiz bitta oila barbod bo'lib ketyapti, yakson bo'lib ketyapti. Bitta, ikkita, uchta farzand tirik yetim bo'lib ketyapti, qora ko'z. O aka, o uka, sizga boshqa xotin topilar. Singlim, sizga boshqa er topilar. Ammo bitta, ikkita, uchta farzand tirik yetim bo'lib qolyapti. Kim javob beradi bularga ertaga qiyomatda? Ertaga qiyomatda o'sha farzand qiyomat kunida, oxirat kunida ota mehrisiz katta bo'lgan farzand o'ta qattiq da'vo qiladi. Oxirat kunida, qiyomat kunida tirik yetim bo'lib qolgan farzandi da'vosi o'ta qattiq bo'ladi. Kim javob beradi bunga ertaga qiyomatda?